Endi men nazarimda erkak kishi sal dag'alroq bo'lgani yaxshi. Sal qo'polroq, sal chapanroq, sal dag'alroq bo'lgani yaxshi-da. Nega bu tomonga qarab ketishyapti bular? Nimaga? Bilmayman. Bitta narsa borda, shakllanmagan shaxs degan tushuncha borda. Nesformirованный личность deyiladi. Shaxs shakllangan bo'lsa, u og'maydi u yoqqa bu yoqqa. Chunki o'zini jinsini biladi, erkak qanaqa bo'lishini biladi, erkakka xos bo'lgan xususiyatlarini biladi va o'shanga amal qiladi, chunki uni shaxsi rivojlangan. Endi shaxsi rivojlanmagan bo'lsa, sizga qarab sochini boshqacha qiladi, bunga qarab boshqa narsani oladi. Ko'ziga nima chiroyli ko'rinib qolsa, uni tahlil qilib o'tirmaydi. Ko'chirib yopishtiradi o'ziga. Shu inson ertaga uylanishi bor. Hozir mana siz eshitib turib, o'sha jinsidan shubha qilyapsiz-da u bolani. O'zi jinsini biladimi deb turibsiz. Endi ertaga u baribir uylanishi kerak-ku. Hozirgi qizlarimiz mana shunaqa bolaga menimcha ko'proq. Ba'zilarni Instagramlarda ko'rib, bu erkakmikin, bu ayolmikin deb o'radigan darajaga kelib qoldik-da. Bor, o'zimizda ham bor. Kosmetologlarning ichida bor, stilistlarning ichida bor. Mana ko'raman-da, xudoyim, mayli endi bu genetikasi buzilib shunaqa tug'ilib qolganmikin deb ham o'ylaysiz. Yo'q, endi unaqasi 10 mingtadan 100 mingtadan bitta genetikasi buzilib tabiiy tug'ilgan. Yo'q, genetikasi buzilmagan, uni o'zi o'sha nima deydi, shaxsi buzilgan, uni shaxsi o'zgargan uni. Chunki baribir shaxs o'zgarishi bor-da fanda. Shaxs o'zgaradi. Qaydadir sabablar bo'ladi yoki o'sha tanlagan kasbi nuqtai nazaridan shunaqa bo'lib qoladi. Shaxs o'zgarishi bor.